Iltimos dada, kat yo'lda qo'shaylik. U juda ham sovib ketgan. Yo'q, qo'shmaymiz. Gaz limitdan oshib ketadi. Oldinda hali qancha xarajatlar bor. Mana yangi yil yaqinlashyapti. Yangi yil kuni qo'shamiz. Ungacha sovuqda o'lamizmi? Sovqat etgan bo'lsang, bor ko'chalarga aylanib kel. Ko'cha juda ham sovuqda-da. Nimaga buncha nozik bo'lasan, ha? Men Sibirda xizmat qilganimda -41 gradus sovuqda ertalab maykachon yugurardik. Kechqurun postda turganimizda kipriklarimiz muzlab qolardi. Hech narsa qilmasdi. Yomon chiniqqanmiz. Tug'ilganim beri shu gapni eshitaman. Nima deding? Yo'q, hech narsa. Abbo, yana qudam telefon qilyapti-ku. Alo, assalomu alaykum quda. Qanday, yaxshimisiz? Zoli yaxshimi? Aha, rahmat. Nima? Bugun? Ya, quda. Men biz uyda emas edik-ku. Sanatoriyaga ketgandik. Qachon kelishini noma'lum, bilmasammi? Shu martlarda qaytsa kerak. Ha, mayli, xo'p. Kuyovga salom ayting, xo'p. Faqat biznikiga mehmonga kelar ekanda. Hech bir chaqirishi bilmaydi. Shu qudam kallasiga qayerdan kelar ekan shu paytda telefon qilish. O'chir. Yo'q, dada, yoqqanim yo'q. Shunchaki ko'rdim. Yo'q, yoqmadim. Yo'qsang qo'ling sindiraman. Yangi yil, yangi orzular olib kelsin bizga. O'chir tez. Dada, buyog'i yangi yil, bayramona kayfiyat. Hali yangi yil kelgani yo'q. Bu qancha to'k yeyishini bilasanmi? Yangi yil kuni kechqurun soat 12 da 10 minut qo'shsang bo'ldi, yetadi. Xo'p, mana o'chirdim. Nosim ko'rmadingmi? Yo'q, ko'rganim yo'q. Qayga qo'yibman, Nimaga men noto'g'ri lakasida tug'ildim?